Hürmetli vatandaş ötkeni sizge bak ededim bana bugün bunu tayyorlab geldim. Mesela kısa makale. Bırak bugünkü dünyada Prezident Trump hükümeti Amerika Qo'shma Shtatlarının Cumhurga qaratgan siyaset. Soda, siyaseti ve tilg'ilib kelayotgan qaralma xarakterlik o'zgarish hosil qilish. O'sha siyosatni hozir Prezident Trumpning siyosatini butun dunyo qo'lladi. Şunu qo'llagan davlatlar qanday nima dedi bu qisqa maqola, qisqa xabar, lekin shunda bo'lsin xabar topinglar vatandoshlar. Amerika matbuot Prezident Trumpning Chungu savdosi bo'yicha qattiq maydonni xalqaro qo'llashga erishdi deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 12 ayning 16 kuni Chunguga nazar to'rbitida e'lon qilingan edi. Bugun men vatandoshlarga tanishtiraman. Amerika Qo'shma Shtatlarining Prezident Trump savdo masalasida Chunguga qattiq pozitsiya qo'llanganligi hozir butun dunyoda nurg'un davlatlarning qo'llashiga erishdi. Washington Post gazeti xabarida mundaq diqqat qildi. Prezident Trump garchi biz xalqaro masalalarda o'z oldiga ish ko'rsin. Ba'zi xalqaro masalalarda o'z oldiga ish ko'rsin, lekin Chunguga qaratgan savdo siyosati hargiz yolg'iz emas. Bu yıl 9. ayda Amerika, Yevropa İttifaqı ve Yaponiyanın savdo amaldorlari birlashma bayonot e'lon qilib, ba'zi davlatlarning pul qo'shib berish orqali davlat egenligidagi shirkatlarni xalqaro bozorda raqobat ustunligiga erishtirdi deb aybladi. Bayonotda konkret davlat eg'izga elinmagan bo'lsa-mu, mazmuni Prezident Trumpning Chunguni tanqid qilishi bilan o'xshash edi. Washington Post gazetining xabarida mundaq ko'rsatildi. Amerikaning ittifoqdoshlari ham Chungudan kelgan mablag'ni tekshirishni ta'kidladi. Chunguning Yevropaga solayotgan mablag'i zo'r ko'lamda o'rlayotgan bir paytda Yevropa ittifoqi o'tgan oyda chet el mablag'ini tekshirish funksiyasi qo'shildi. Bundan boshqa Germaniya hukumati 7 oyda Chungu mablag' solib qo'shib setib olish tartibini boshlaganda Germaniya hukumati buni to'xtatib qo'ydi. Aksaray İqtisad Komitetining raisi Larry Kudlow mundaq ko'rsatdi. Dunyoda har qaysi davlatlar Chunguning izchil savdo prinsiplariga xiloflik qilayotganligini tunib yetdi. Dunyoda har qaysi davlatlar Chunguning izchil savdo prinsiplariga xiloflik qilayotganligini tunib yetdi. To'r betlarda aqli mulk o'g'irlayotganligini va Chunguning texnik yo'tinib berishga majburlayotganligini har qaysi ellar va davlatlarda ro'shan va aniq tunib olishga boshladi. Shuningga qo'shimcha yana bir xabar vatandosh buniga diqqat qiling. Chunguning ahvoli zada qaysi holga keldi buni ko'rib ola olasiz. Mavzu bunda Chunguga zarba yetib keldi. 500 yurishlik shirkat taqoldi. 10 milyondan ortiq odam ishsiz qoldi. Mavzuli xabar 12 ayning 23 kuni Erkinlik gazetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Chungu savdo urushi garchi vaqtliq to'xtagan bo'lsa-mu, lekin Chunguni eng zo'r jarohatlantirishga olib keldi. Yaponiya matbuotlari mundaq ko'rsatdi. Chungu Amerika savdo urushi Chunguda 500 yurishlik shirkatning taqalishiga olib keldi. 10 millionda kishi ishsiz qoldi. Bundan boshqa emgak kuchi bozorida jiddiylik ko'rilib, ishchi qabul qilish e'lon et 2 million parchada ozib ketdi. İşsizlar hasilab ko'payishga boshladi. Bu alomatlar Chunguda emgak bozori va davlat iqtisodining intayin og'ir oqibatga tushib qolganligini ko'rsatdi. Yaponiya matbuot xabar qilib mundaq ko'rsatdi.
Cungu yezi kentleri dökülat ilan kılıp mundaq deyişti. 12. ayının 5'ida Cunguda 7 milyon 400 min yezi igilik işçileri yezi kentlerge şehirlerden qaytıp geldi. Gerçi yezi rehberleri bular yurtga qaytıp gelip qayti igilik tikleydi. İgilik tikleş bilen meşgulu boludu dep söndürgen bolsama, lekin bu kişiler ameliyette şehirlerde işsiz kalgan dihqan işçiler. Şangansat gizit haber kılıp mundaq ko'rsatdi. Amerika Jungo soda urushi Jungoda işsizlar qo'shinini hadab ko'paytirishga boshladi. Chet elbet Jungo şirketleri ishlab chiqarish nuqtalarini Jungodan yetkab chiqib ketishga başladı. Emgak küçüğü bolgan ihtiyaç tezlik bilen azaydı. Ondan başka Jungoda dairle bazarga ətədən ziyade aralışıb aldı. 200 min parça işçi kabul kılış ilanı taxtıdan çürüldü, gayip oldu. Yani azı işçi kabul kılımızda ilan kıldıgan taxtılar buldu ekende biz yani uzun buldu o Jungo'nun ayrılığı. Hazır aşınımda mesela 202 min parça işçi kabul kılış ilanı taxtıdan çürüldü, gayip oldu. 504 yürüyüşlük şirkette kaldı. Jungo yeni maliye tarih 11. ayının 28. günü işe oruluşunun şivirhallık günleri yetip geldi. 202 min parça işçi kabul kılış ilanı gayip oldu. Mağzulu haber ilan kılıp 4. aydan 9. aygacha Jungo'da işçi kabul kılış ilanı 285 min parçadan 83 min parçaga tushib qoldi. 202 min parça aralıqda g'oyib bo'ldi. G'oyib bo'lgan 202 min parça ishchi qabul qilish ilanida 65'te 6% parça ilan yuqorida tilga ilingan 500 yurishlik shirkatdan tövənidiki o'ttirib kichik karxanalardır dedi. Ya bu 500'den Katar demez, ona sırtıdık yapık vatandaş bu. 500'den tevedideki yapık. Bu iki parça haber dairlerge soğuk gelgeliktir. İlan kılınıp bir net saatin killa, muşu sözlük sizlerge sözlevatkan haber, bir net saatin killa göçürüp taşlar. Jungo hükümeti işsizlik vaziyetiyle duç kelgende söz ve matbuat ne? Yani tehama, hatta tizginleşke başladı.